Hello YouTuber sizlar bilan men Gamer. To'g'ri anchadan beri video chiqmay qo'ygandi, korotchi jigarlar. Bu videoda biz mana ko'rib turgan 8 yo'lda survival qilamiz. Gapirayotgan anchadan beri video chiqmayotgandi, sababi shunchaki chiqmayotgandi. Cho'ta nimadir nito edi. Mana fo nito ekan. Do'stlar ular ba'zi bir sabablarga ko'ra chiqmayotgandi. Endi xudo xohlasa normal videolar chiqarishga harakat qilaman tezda. Uncha sizlar düşüp deshkada bo'lib turishinglar kerak. Men düşüp fakkilarda o'g'irlayapman qani. Omadim keldi desa ham bo'ladi. Yo'q, kelmadi. Chunki daraxt urug'i yo'q bitamda ham. Birinchi o'rinda qo'y topish yaxshi fikr deb o'ylayman. Qoch. O'ldirib qo'y dedi. Yo'q, yarimta jon. Yarimta jon. To'ldirish kerak demoqchi edim, qochish kerak ekan. Bu yerda tezroq qishloq topmasa ishlar pachava. Qochmasa ham pachava ekan. Tezroq qochish kerak. Biroz aylanaylik. Nimadir topishga harakat qilib ko'ray. Birinchi o'ldim. Qayerda qishloq bor ekan jigarlar. Yo'q, qo'y. Tungi muammolar hal bo'ladigan bo'ldi. Chop etib o'ldiramiz. Qoch. O'ldirib qo'yadi. Qoch. Ikkinchi marta o'lib qolmayman. Bu slime'lar deb. Spawn bo'lishini qaranglar bular. Oddiy yerda bu narsalar topish qiyin bo'ladi desam, 8 yo'lda ham qiyin bo'lyapti. Qani ko'raylikchi, bular 4 ta slime bo'larmikan. Va yo'q, bitta crafting table kerak bo'lar ekan. Men u cho'p bilan o'ldiryapsan desanglar, bu narsani joni hali kerak bo'ladi menga. Mana boltam. Kojani birini taxlashim kerak bu yerda men tezroq.
Shunda menimcha ancha ko'proq yetadi jonim. Qo'rqinch. Jigarlar, men qishloqda topgan videoda yaqin xafa bo'lish yo'q endi. Va qishloq topguncha paka. Pam do'stlar, mana qishloq. Короче, daxuy istadim. Yo'q. Ya'ni urushdan boshlavardi. To'g'risini aytsam, uncha ko'p ham istamadim. Videoni o'chirmasam ham bo'lar ekan. To'g'risini aytsam. Agar. Lekin men to'g'risini aytmayman. Chunki men Qodirjonman. Yo'q. Asosiy temirlik ham bog'lamiz, qoch. Mana shu bitta uy qurib, temir asahalar keyin iplab olmos va shunday qilib qolgan narsalarni to'plab olamiz. Eng qizig'i bu yerda anaqa nima deydi nomiga. Endi boradigan portal bor, o'sha qanaqa bo'larkan? Hech ko'rmaganman ekan. Ne ko'ra olarmiz deganlar. Addishi bola stream ham qilaman men endi kelajak xudo xolisa. Niyatlarim bor. Uncha просто sizlar поддержка bo'lib turinglar, obunachalar bosib tashlaylar. Nechta? 3 ta. Yomon past ekan o'zi ham. Ona temir gali. Hop. Addishun atrofini o'rab chiqish kerak qishloqda. Yo, bu narsa ham bor ekan. Mayli kelajakda kerak bo'ladi. Bu yerda eng zo'r nima bilasizlarmi bolalar? Va shu ovqat to'plash. Yo. Ye. Haligiga yo'q ekan. Daraxt urug'i. Mana bunaqa sajansi. Hop, mayli. Yoki ekib qo'yamiz. Bu yerda addish temir astahalarni oddiy olma bo'ladi desam nom bor ekan. Bizga bittasi ham yetadi. Chunki biz badanimiz bitta. Yo. Kattaligini qaranglar, qoch. Og'riydi ham demaysan, yaramas. Ma. Chumula. O'zlaringdan ketishsan menga. Slime chasallar. Mana qaladan juda ham ko'p to'plasak, bizga kelajakda rosa kerak bo'ladi. Undan bitta mob ferma quraman. Mob ferma kerak. Вообще. Nimaga desanglar, mob fermasi ishlaymiz, pachava. Ya pachava emas, mob ferma bilan yaxshiroqda kerak. Yo'q. O'ldirib qo'yasan bu. Yo'q. Bura meni hozir o'ldirib qo'ysa. Bo'ldi, men qalarni yig'ib, addish bitta uyga kirib sal uxlab olmasam, bu momlar jonga tegadi. Uxladim. Addish. Yo'q. Bu yerda 2 xonali uymi? Men ko'rmadim, nahotki shuni ko'rmadim.
ko'zimga ham nimadir qilib ketishganda. Yo'q, kitoblarni qaytadan yasayaman deb o'ylanib o'tiruvdim. Mana o'zi tayyor. Minecraft'ni sevaman. Серьёзно sevaman. Yo'q. Buni qaranglar. Ot menga kerak emas, to'g'risini aytsam. Ot boshim ko'raman. Uni ter olsak bo'ladi. Balki uni yot ekan. Menga yoqmadi. Bu yerda bunaqa zavodlardan juda ham ko'p ekan. Nima? Valla ekstrem ham qilaman. Endi boshqa o'yinlarda o'ynayman. Men juda ham ko'p o'yinlar o'ynayman. Серьёзно aytyapman. O'ta ham ko'p o'yin o'ynayman. Yozinglar chatga. Qanaqa o'yin o'ynashimni o'ylab chiqaray. PUBG'chilar bo'lsa oddiy shu like bosinglar. Minecraft'chilar bo'lsa oddiy obuna bo'linglar bolalar. Minecraft'chilar ko'radiganmi? Men aytib qo'yapman. Hop. Nima qilish kerak? Topdim. Yo. Hamma qishloqlar bitta joyga yig'ish kerak, shunda ko'proq galim spam bo'ladi. Keyin esa men galimchalardan oddiy temirlarni so'rab turaman. Yo. Barbie man. Bir balo ekan. Shuningdek do'stlar, sizlar nimaga fanatlik qilasizlar? Real yoki Barsa, shuni ham yozib qo'yinglar. Yo, sabzi bor ekan. Postda ko'rdim. Temirchining ustonasi yo'qmi? Mabodo shu yerlarda. Shu yaqin atrofda deyman-da. Endi shu yerga ekinlarni ekamizga o'tirma, tur. Jello, top. Yo. Gulam hali kerak bo'lishi mumkin. Men shu bitlar boqib boraman hali, vallahi qarab turinglar. Qonaysan? Jiten. Endi hamma uyda krevatlarni yig'ib turib qo'ng'iroq bitta ursak, hammasi o'zida shu krevat bor joyga yig'ilib olishadi. Hop. Ish stollarini yig'ish menimcha shart emas. Ish stollari nima kerak bor? Bir narsaga hayron bo'lyapman-da, lekin bolalar. Men bir kun uxlab turdim. Galim spam bo'lmadi hali ham. Yaxshi. Mayli. Hop. Nimadan yasasak bo'ladi? Hop. Daraxtdan. Qay daraxtdan yasamarman. Bekor qilinglar shuni hozircha. Voy. Nutmali. Yo'q, ferma qursam bo'lar ekan. Yo'q. Mendan ferma qurib olishadi bular. Bu yerda zo'r attraksion qursa bo'ladi-da, shu slaymelardan.
Chunki o'tayam ko'pdi vallahi. Слишком ko'pdi o'ziyam yetdi. Ishi. Ular dushmay kant etdim nima desam bo'layin. Nima desalar tushun bolalar. Ya sal ko'tarilishimga yordam beradi shu o'z isminglarni ham nima bo'lsa yozib tashlanglar hayolinglar kelgan narsani bolalar. Iltimoslardan. Bu meni karyeramda desam bo'ladimi, nima desam to'g'ri bo'ladi bilmayman-u. Ya'ni shu narsamda juda ham katta haligindaqa bo'ladi. Yordam. Deganlar dushi yozib tashlanglar, obunalar bo'lib tashlanglar. Sizlardan umidim katta. Men sizlarga ishonaman. Bola dushi. Mujik. Ham ko'rayotgan, bilayotgan bolalar iltimos meni ko'tarilishim uchun obuna bosib qo'yinglar deb yana bir marta so'rayapman. YouTube qoidasida bolalar endi. Meni ham to'g'ri tushuninglar. Like bosinglar deyish, bosmanglar desa g'alati. Unga bolalar dushi. Like'lar bosib kommentariyalarda dushi поддержкада bo'linglar. Men поддержкада bo'laman. Birga strimlar ham qilamiz hali. Endi qo'ng'iroq topish kerak bu. Hamisha bam 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 bam. Hamma qayerdan kiradi? Savol-de. Yo. Bam 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 bam. Hamma eshitdimi? Eshitmaganlar diqqatiga yoniga borib chop kelaman. Sal qulog'i og'irroq odamlar ham bo'ladi-yu, jitellar. Hop, yaxshi, bettalar eshitibdi. Ko'rdim. Men seni ko'ryapman. Deydi-yu. Bak, kir. Kir aşağı. Bileyim bir tane de geldim spam koyarsam sabıp giderdi bulay. Ettim o bana. Meşyam sar kulağı ağır. Meşyi koyamam. Kaç. Kaç. Yo endi bormayın geldim spam koyarsa. Hozir shu bug'ingizdan ham olsam bo'ladimi? Endi toshmi? Yo'q, bu kerak emas. Evet, lava. Lekin qayerdan topdim bolalar? Ya, lava kerak. Ya bir emallarimiz. Kim lava topishdi, endi bilsa yozib qo'yinglar bolalar. Mana 2 qismli bo'lib ketib qolsa. Hozir shu daraxtlar ham yig'ilyapti. Kichkina chaylacha qurib olsam desam, shuncha uy turibdi-kan. Uy qurib nima qilaman o'zim qiynab. Taya uylar turibdi. Yashab qo'yaman shu bittamda. Galim param spam qilib qo'ymadinglarmi adashib? Bilaman de, qilmaysizlar.
Bitta qo'y topsam normal ish bo'lardi. Mikrofarmaga slaymlarni o'rniga bitta qo'y spam qilsa bo'lmaydimikin? Yo, shu slaymlar meni o'ldirib qo'yadi. Hop. Mayli, borib uxlaylik. Uxlab olaylik. Minecraftni qiynamay. Yo, o'ldirib qo'ydi. Uxlab yetaman bo'lsin. Pachchag'an chiqaraman masalasiz ham. Nebishni holat bo'lib qoldi. Yo, rahmat. Galim uchun. Bu sal kattalashtirish kerak, to'g'risini aytsam. Hop. Yetar ekan. Ne turib bitta qayya yasab qo'ysam, bu menga kerak bo'ladi. Neft o'zim chiqa olayman. Jitellar bu yerdan chiqa olmaydi. Buyaki. Bratishki, uy. Bachkalarni o'ldirib qo'yapti-yu. Yo. Jigarlarim, addushi birga o'ynaymiz. Meni addushi qo'ygan YouTuberlar o'sha ko'tarib ketishim uchun obuna bosib qo'yiladi. Yana bitta so'rayapman. Ichkarida cho'ta moblar yomon kelib spam bo'lyapti. Shu fakirlar berib turolmaysizlarmi menga-chi? Kerakda. Qishlog'im yorib chiqsam qanaqa bo'ladi? Qanday bo'ladi? Yo. Portlaydi ekan ishni. Creeperdan nimani kutuvdingiz, Qodirjon? Sizga savolda. Yana o'ldirib qo'y. Xuyet qilyaptimi mani? Yo, xuyet qilyaptimi? O'tir. Nima? Qishloqlar o'lib qolmasi kerak edi, muhim. Qale. Aşağıda oyna. Hop. Keyin sizlar hech kim bilmaydi, taktika gapirolmay qolyapman jal.
Videoga olayotganim mana shundan chiqib qolyapti. Mana bitta bosib qo'yiladi, qaranglar bolalar. Galim spam qarshi qo'rqqanni. No. Shu yerdan yoritib tashlasam cho'tki bo'lib ketadi. Shu slime'lar qiyin ishida bolalar. Qaranglar. Bekar yomon ko'rmayman-da ular. Ular asabni buzishadi. Hop. Endi menga nima kerak? Ne qilaman? Crafting table yasab turib bitta o'zimga nima deydi nomi? Nomi nima bo'ladi? Pechka bilan ulasizmi? Yo'q, qiynalib ketdim bolalar. Mana ko'rsataman. Neft turib crafting table qayoqqa ketib qoldi? Nexsa mana bo'ladi-yu, shu narsa yasab olaman. Bitta slime'ni ham o'ldirolmaydi ekan bu. Pachchaq ekan. Bu ekilmaydi-ya. Esda ham yo'q. Hop, kartishka. Mana. Chirimaganda. 3 ta bor. Bitta savolda. Shu chirigan kartishkani eksib bo'ladimi? O'zim bir zaharlab olayim. Shunga ham ishlatsin voy. Yo'qal. Уже boqvardim bolalar, qaranglar. Galimni ham spam qo'yishibdi. Qodirjonga deb. Yo, K-gamerga. Yomon bo'lganda shuning bilan bolalar galim bilan. Galim bilan ko'pchilikda qiziq voqealar bo'ladi menimcha. Menda ham bo'lgan shunaqasi aytib berayim bitta. Mana qilib zabor algina qilganman-da. Zaborni yasaganman. Tepaga chiqib o'ldiraman deb. Ali galim bor bilasizmi? Bitta sakragan. Tushunganlar tushun shekilli. 2 marta urishga qolmaganman-da. Mashatda o'zim yuguraman, tekizlash kerak degan. Bursdan o'tib ketib turayman. Pastda nima qilaman? Pastda nimadan qilaman to'g'ri? Gamer boshqa 30 bormi degan jinni yo'q. Taxtdan ham boshqa qanaqa variantsiz bordi. Slime'lar ham yig'ilib qoldi. Zo'rda o'zim shular. Chop. $100. Sindirish ham o'ta ham tez. Lekin yurish qiyinda bo'lsa mashina qurardim. Aynan shu sababi baribir o'zimizni oqlab qo'yish kerak. Bu mashatdan bo'lsa kerak. Yetsami?
Kayaga bir o'zi katta uyni nima qilamiz deydigan odam yo'q, shuning uchun katta qilib quraveramiz. Hop. Hop. La la lay lay. La la lay lay. Nezerga qanday boray? Lekin seriyoz Nezerga borish ham kerak hali. Uni yo'li bor, voy qiyin. Uning uchun menga bitta lava kerak keyin. Bir paqa to'g'ri, bitta emas. Lekin u narsalar qilish qor biyon kutish kerak bir. Aytib bersam, og'zaki aytib beray. Keyin u yerda og'izda bitta haliginnaqa nima desa bo'ladi. Emirlar bor, haliginnaqani kutish kerak. Haliginnaqa deyapman-a. Izumrudi bor, bir tulkini kutish kerak. Shu tulk spawn bo'lgandan keyin uni o'ldirib, balki emeraldini olib, o'ldirib вообще uni og'zidagi narsani almashtirish kerak. Boshqa narsaga. Almashtirganingizlardan keyin u sizlarga beradi haligi narsani. Keyin savdogarlik kutasizlar, savdogar mabodo juda ham kam ehtimol bilan haligi nima deydi nomi? Osilib chiqadi. Stalagmit yoki stalaktitlardan berish kerak. Shu bergandan keyin sizlar keyin Nezerga borasizlar, bitta ferma qurasizlar. Shunda ham keyin shu fermerlar ishlab qolsa mabodo ishlashni bilsanglar borasizlar. Bo'lsam yo'q. Tushularni ko'rib yuraverasizlar Nezerda. Yomon ko'payib ketishdi bular. Bitta uxlab olmasam asabim buzishadi. Urush bor. Galimjon. Sen savdo qilmayapman men. Sol. Galimga tikaman. Ertaman turib o'ldiraman. Maftun bo'ldim. Go'zal bir janonga deb qo'shiq aytib. O'ldirib berganim shular. So. Молодецкий. Boltam sinib ketdi. Daq. 13 ta. Hali yomon machodan ko'ra bor. Endi bitta paqir yasaymiz. Hop, keyin nima yasaymiz? Yangi tapor kerak. Keyin o'zimga bitta himoya yasayman. Shu to'g'ri bo'larmikin? Boshqa nimadir kerak emasmi menga? Kerak, конечно, lopatka kerak. Chunki hozir men mub ferma quraman bolalar. Hop. Yomon haligina bo'lyapman. Tikyapman-chi bolalar nimagadir. Hop. Daraxtlarni chopib tashlayinchi bitta. Necha yuztasi o'sdikin. Bolalar shu yozib tashlanglar kommentariyalar bu. Kim ko'rsa qiziqib kirib qolganlar ham iltimos sizlardan. Mana bitta like bilan obuna bosib qo'yinglar, sizlar hech narsa ketmaydi. Men shu kontent olaman endi. Tez va yaxshi, samarali. Samarasiz, samarali.
Xullas. Lekin daraxt ham normal tez o'syapti, hamma narsa normal, yaxshi. Yaxshi ketyapti hozircha. Nimaga hozircha dedim bilmayman. Yaxshi ketyapti. Ketaversin, hali ko'p ketsin. Shunaqa. Men sandiqni o'zim olib ketayin. Bu ish qanaqasi? Mujikmisan? Серьезно? Klonmasmisan? Hamma oshna voy. Bu yani g'irt tormoz ekansan isha. Sen yigitlar g'irt tormoz ekansan. Mana shu kir. Mo urib ketmasin bitta zombi bombi yeb ketmasin. Dozorlarga ham qaraydigan odam kerak. Men shuni o'zim tasodifiy olam qilgim keldi. Qilmadim-da valla. Qilishim kerakmidi yo? Sizlarga shunaqasi yoqamidi? Yozib qo'yinglar, buni nima qilish kerakligini bilasizlar. Dam dadam 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 deb qo'shiq aytar. Cheksiz suv fermasi, voy galim spam bo'lib. Dushi. Men taxtalarim kim ko'rib? Mana meni ko'rib, o'zim ko'ribman deyaptilar. Mayga qo'yib qo'yayinchi. Nima bo'lar ekan? Ana, galim tezroq o'ldirmasam hozir keyingi spam bo'lish uchun 50 yil kerak bo'ladi, yeplar. Shuning uchun sekin o'zim bilib borib o'ldirib kelay. O'sha galim. Yo. 3-blokni qo'ydim, lekin ko'rdinglar? Yo'qoch. Wow. Respect yo'q. No, uni bo'lsa yaqin kelib qopti-ku. 1 2 3. Wow. Nimagadir yomon ko'p xato qildim. Mana galimni o'ldirayotganini bildinglarmi? Kim bilgan bo'lsa kommentariyaga yozib, addishi like bosib qo'ydi. Qora, shuncha blok bekardan ketdi. Yangi galim spam bo'ldi. Bu yerda sponjlar qaranglar. Sponj deymiz o'zi, nima? Nina monsterman valla qaranglar. Galimni qanaqasinga shafqatsizlarcha o'ldirib tashlayman. Galimlar nimagadir eng ko'p qotillikka uchraydigan mob. Men unaqa senga adovatim yo'q, galim to'g'ri tushun meni. Просто bu hozirgi kunda o'yinning qoidasi bo'lib qolganda.
xafa bo'lmaysan. Men vagon qilib qo'yibman. Hop. Uyim tezda qurib tashlayin. Top qilib. Top. Kommentariy yozinglar bola. Addi savollaringlar bo'lsa men javob beraman. Stream qilib qolishim mumkin. Mumkin deyapman. Sizlarga bitta zo'r yangilik. Agar shu videoda 200 dona like, unaqa osmondagi narsani 200 dona like qilsanglar bu stream bo'ladi. Buning stream bo'lish uchun billa o'ynashimiz uchun nima qilishni bilasizlar. Obunantirsilatasizlar. Agar Bedroid desanglar, men ham Bedroid yaxshi bo'ladi. Bedroid o'ynasang normalroq bo'ladi deyman-da. Ko'pchilikda telefon, ularni ham tushunish kerak. Xullas o'zinglar bilasizlar nima qilish kerak. Yo. Voy. Zaynab galim yana bitta. Shuncha katta bittasi ham mob yo'qmi? Ajoyib. Mob deganda bunaqa monsterlarni nazorat etmayapman men. Manaqa moblarni nazorat etyapman. Tovuchalarim. Sizlar sevaman. Tuxuminglarni ham sevaman jalla. Pat nimaga ishlatiladi? Shuni siyoh 8 siyohga botirib olib turib she'r yozib beraymi bitta? Like bosinglar yozib beraman. Guy gamer like jinnisi deb yozib vermanglar vallahi. Xafa bo'laman. Uy quramiz. Oddiyroq uy mayli. Keyinchalik zo'r qilib beramiz. Kattaligini ham shu uyni qurish bilan ketib qolyapti. O'yinni boshida shunaqa qiladigan umiddaman. Men o'tkazib beraymi? O'tkazib bersam normal paytlar o'tib ketib qolishi mumkin. Hop, ovqatimiz ham pishdi. Hop. Dekorativniy shunaqa qo'yilishi qani. Nima bo'lar ekan? Hozir ikkita blok qo'ysam, keyin eshik qo'ysam, men o'ylamcha chiroyli chiqyapti uyim. Hop. Tap. Yomon ishqalarni ham popdi. Yani men deb o'ylamanglar bola. Bitta patinga solayim. Patinga solay. Kojinni. Nima? To'g'ri, patinka. Mana ola full setimiz tayyor bo'ldi. Qishloqlar xafa bo'lmaydi degan umiddaman. Bitta yotog'ini o'g'irlab kelaman.
Galiyam dishini men qilyapman, qishloqlar qo'rqlar. Yo. Uxlaymiz. Короче, uxlaymiz. O'rgimchaklar ko'ryapman vallahi shular. Ye. Mana bu versiyada bek bor bolalar, deyarli bek. Qaranglar. Buncha bemalol sig'ira olasizlar. Yo, sig'maydi ekan mana. Bemalol. Просто так. Qizida bittasini ursam, ikkinchisini ham tashlaydimi? Yo'q, qoch. Yana o'ldirib qo'yishdi. Yo. Kevi. Bo'l. Bratishka bo'l. Galim o'lishidan oldin ozgina yordam bersin menga. Foydasi tegsin. Kevi. Birga bir ring fight. Galim yutdi. O'ldirib tursin shularni. Bir pauzimga qarab ber. Menimcha sabzi kerak emas deb, lekin ular ham ekib qo'yadi. Kamroq bo'lsa ham. Lekin sabzi ham kerak hayotimizda. Hop, seni ham yig'ishtirib olsam. Qanaqa bo'ladi? Taxtab. Yomon otqir qurolligini. Shuni qora ot ko'rganmisizlar bolalar? Ko'rgan bo'lsanglar, shu 48 minutlik video ham bo'lib qopti. Videomizdan o'zi yeb kelib qopti bolalar. Uzun masshtabli video olyapman. Sizlar ham qo'llab-quvvatlanglar meni ham. Bunday bo'lsa bo'lmay, 2 bo'lib hayot yo'q 2 bo'ladi. Zo'r narsa qilaman. Qanaqa dizayn qilamiz. Pol blok ham yasa bo'ladi. Keyin ozgina ko'paytirib birinchi esini ochib qolmasdan shu qishloqlarda. Yo'q, hammasi o'sib daraxtda. Chop bo'lish kerak. Vaqtida. Kelinglar. Bach kerak. Olish. Endi shu olish. Olish. Yurak chaladigan narsa bo'lmaydi u. Kinolardami? Ko'payish degan narsalar. Yo'q. Shuncha sabzini isrof qildim. Menga bir tiyinli bola berishmadi.
Qalay, chiroylimi? Tashqaridan qanaqa ko'rinadi? Tashqaridan oddiy ko'rinar-ekan. Hop. Blog ham tejayman. Tepada vanna ham qilsam bo'ladi. Shunaqa dizayn qilib chiqamiz vallahi. Yo. Hop. Resurslarim ham normal yig'ilib qopti. Daraxtlar bitta chopib chiqay. Daraxtlar chopib qo'ysam. Yo'qol. Yo'qol. Da, xuyo bolta yasab qo'yishim kerak ekan demay. Indamasdan. Hop. Bolalar, like bosamiz, obuna bo'lamiz. Video shu joy ko'rgan hammangiz obuna bo'lib qo'ysin. Qani bitta test qilamiz. Shu joy nechta odam ko'rgan ekan bilamiz. Yo, uni daraxt kattaligini qaranglar. Gapirmay qolibman bolalar. O'zim gapirmay qolaman. Avvaldan bu tutqanoq tutadi. Endi qo'lni sindiraman. Yoki bitta yangi taporchi yasab olaman. Ne qilsam nima bo'ladi? Osongina. Mana. Bitta tapor. Keyin bitta bunaqa. Bu ham kerak bo'ladi-da. Bu ham bunday qilgani kerak. Kerak bo'ladi bu baklar. Sizlar o'ylamanglar, bakda jinni bu nima qiladi deb. Bak juda ham kerakli narsa. Shunchalik kerakligidan, u nimaga kerakligini ham bilmayman. So'ramanglar shunga. Hop, daraxt topib olamiz. Yo, qoch. Qoch. Ke. Yo, buni qaranglar. Qolib ketgan.
Uy. Belki bir site buldular attım. Bir siteden ötüp gitti ana. Menimki yetadi. Bugunchalik kecha. Hop, hammasi normallik ketyapti. Biroz ko'mir ishla. Keyin uxlaymiz. Turamiz, bitta tag'uvchani yeymiz-da. Shunday materiallarni yig'ib qo'ydim. Keyin qismlarni uyib quraman qolganini. Ular shunaqa pirashkilar deyishni o'rganib oldim men ham. Va shunaqa uy bilan bog'liq videomizni tugataman. Короче, videoni shu kecha ko'rgan bo'lsanglar, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Va ochiqdan ostida sizlar bilan gamer bo'ldi va hammaga xayr.